behalovatlik, yurak tez urishi, doimiy bosh og'rig'i. Aziz yurtdoshlarim, biz bugun ko'pchilik yosh kattalarni qiynab kelayotgan bir muammo haqida gapirmoqchimiz. Qon bosimi ko'tarilishi, xalqimiz tilida davleniya oshishi. Bu kasallikni deb behalovatlik, yurakni tez urishi, doimiy bosh og'rig'i bilan yashash albatta oson emas. Qon bosimi oshishidan insult, infarkt va hattoki o'lim holatlari tobora ko'payib borayotganligi ayni haqiqat. Bu kasallikni kechiktirmay davolash juda muhim. Bunda sizga Cardiozan Plus mahsuloti yordam beradi. Bu mahsulot 8 dan ortiq foydali giyohlardan tayyorlangan. Qon bosimini me'yoriga keltiradi. Yurak to'g'ri ishlashini ta'minlaydi. Yurak kasalliklarini davolash va oldini olishda yordam beradi. Ayniqsa yosh kattalar ichishi uchun qulay sirop ko'rinishida bo'lganligi ayni muddao. Cardiozan Plus yurak salomatligi va xotirjam hayot uchun. Hoziroq pastdagi havolani bosing va bepul yetkazmaga ega bo'ling.